Okean tubi bu joy quyosh nuri yetib bormaydigan abadiy zulmat hukmron bo'lgan dunyo. Harorat deyarli 0 daraja, bosim esa odamni bir zumda ezib yuboradigan darajada. Aynan mana shu qorong'ulik qarida tabiatning eng g'aroyib va sirli jonzotlaridan biri yashaydi. Iblis baliq. Bu videoda mana shu iblis baliq haqida gaplashamiz. Undan oldin siz shuncha mehnatimiz uchun kanalga obuna bo'ling. Bu baliqning ko'rinishi juda g'alati, go'yo u boshqa sayyoradan kelgandek. Uning tanasi yassi, tishlari yinadek o'tkir, ko'zlari esa qorong'ulikda yaltirab turadi. Ammo uni eng mashhur qilgan narsa boshining ustidan chiqib turgan yorug'lik tayoqchasi. U shu tayoqcha ichidagi o'zi nur chiqaruvchi chiroqcha bilan o'ljasini o'ziga tortadi. Bu yorug'likni baliqning o'zi yaratmaydi. U yerda maxsus bakteriyalar yashaydi. Ular tabiiy yorug'lik hosil qiladi. Tasavvur qiling, okeanning minglab metr chuqurligida hech narsa ko'rinmaydi. Kichik baliq yoki qisqichbaqa shu kichkina nurga yaqinlashadi, chunki u o'ljasini deb o'ylaydi. Ammo bu nur tuzoq. Bir lahzada iblis baliq og'zini ochadi va o'ljasini butunlay yutib yuboradi. Uning jag'dari shu qadar moslashganki, u o'zidan kattaroq baliqni ham yuta oladi. Iblis baliqlarining 200 dan ortiq turi mavjud. Ular asosan Atlantika va Antarktika okeanlarining eng chuqur joylarida 200 dan 2000 metrgacha chuqurlikda yashaydi. U yerdagi bosim shunchalik kuchliki, agar oddiy baliq u joyga tushsa, tanasi bir zumda ezilib ketadi. Lekin iblis baliq bu sharoitga moslashgan, u sekin harakat qiladi. Kam energiya sarflaydi va kam kislorod bilan yashay oladi. Ammo eng hayratlanarli narsa bu baliqlarning juftlashish jarayoni. Iblis baliq dunyosida urg'ochi juda katta, erkak esa juda kichik bo'ladi. Ba'zan urg'ochi erkakdan 60 barobar katta bo'ladi. Erkak iblis baliq umrida faqat urg'ochi iblis baliqni topadi xolos. U topgach, uning tanasiga tishlarini botirib oladi va hech qachon qo'yib yubormaydi. Vaqt o'tishi bilan erkak baliq urg'ochining tanasiga butunlay qo'shilib ketadi. Uning tanasi so'riladi. Ichki organlari yo'qoladi. Faqat urug' hujayralari qoladi. Shundan keyin urg'ochi baliq istalgan vaqtda nasl qoldira oladi. Bu hodisa parazitik juftlashish deyiladi va bu tabiatdagi eng g'aroyib ko'payish usullaridan biridir. Iblis baliq odamlar uchun xavfli emas, lekin u bizga tabiatning cheksiz imkoniyatlarini ko'rsatadi. Biz uni faqat maxsus suvosti robotlari yoki chuqur dengiz ekspeditsiyalari yordamida ko'rishimiz mumkin. Chunki u yashaydigan joy inson uchun mutlaqo begona dunyo. Iblis baliq bu moslashuv va omon qolish ramzi. U eng og'ir, eng sovuq, eng qorong'u muhitda ham yashay oladi. U nur yo'q joyda o'z nurini yaratadi. O'lja yo'q joyda esa o'ljani topadi. Shuning uchun uni bejiz dengiz iblisi deb atashmaydi. Kim biladi, balki okean tubida hali biz bilmagan yanada g'aroyib jonzotlar yashayotgandir. Ammo hozircha iblis baliq o'sha zulmat dunyoning eng haqiqiy shohi, eng sirli va eng dahshatli jonzoti bo'lib qolmoqda. Okean tubidagi hayot hali kashf etilmagan sirlar bilan to'la.